Voy Ro'shanbek, ukam qalay, yaxshi ketyaptimi ishlar? Ha. Albatta. Qalay, barakalla, qara. Men qara. Hamma yo'lni-chi zakonga qiling, xo'pmi? Hop. Ana bergan pullarni hammasini o'zini rozi qilgan. Xo'p aka. To'y chiroyli o'tyapti, baxtli bo'lsin 2 yosh. Zo'r. Menga qarang, domla, gap bo'lib qochmaydi. Necha pul bo'ldi shu xizmat? Yo'q, shart emas. Menga qarang, o'zi tugunga necha pul qistirarkan deb poylab turasizlar-yu, takamtarlik qilishingizga balo bormi? Nima deganingiz bu? Ilmni pulga sotmaymiz biz. Jon bizning xizmat haqqini berib olsangiz, ofitsiant bilan oshpazlikka 4 million so'm bu. Aka 4 million, tringni bir chekkasidan chiqib ketadi boru. Menga ofitsiantlarning xizmati yoqmadi, oshpazi yaxshi bo'lsa ham boru 2 million beraman. Rozi bo'lgan. Xo'p aka. Nima bo'ldi? O'zing bilmaysan nima qilganing? Men senga necha pul berdim? Oshpazga, to'yxonaga, nimaga pullarni qilasan? Nimaga shuna yondan o'rasiz? Sizni yoningizdan ketdi-yu pulni. Menga qara, chap quloqing bilan ham, o'ng quloqing bilan ham eshit, birov norozi qilib, rohat farohat ko'rmaysan. Tushundingmi? Tushundim aka. Mard bo'lsang, erkak bo'lsang, olib borib ber pulni. Olib borib ber. Xo'p. Yevili. Odam degan hayron, shuncha xizmatini qilasiz, pulga kelganda mana shunaqa o'tirib qo'yishadi. Uni qo'yib turing, domlani pulini bermadi-ku. Odam hisob bersin. Oramizda shunaqa insonlar bor, o'zinglar ham bilasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, storyga qo'yib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat. Qani bitta poddesh qilib qo'yamiz yaqinlar.